Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gujitda kon bog'iga keldik. Mevacha tergani. Mevalarimiz g'irt pishib qolgan. Mana buni hosildorlarga keladigan bo'lsa, bir yilda 13 marta hosil beradi deyilganda. 13 marta. Shu may oyidan ta dekabr 15largacha hosil berib turadi deyilgan. Judayam bir ser hosil. Bir tomoni gullab kelaveradi, bir tomoni tuyib kelaveradi, bir tomoni pishib kelaveradi. Endi qarang, mana bular tugib kelyapti. Mana miqdorlar gullab kelyapti. Uzluksiz hosil berib turadi. Hozirda mana shu ho'l mevalarimiz, pishgan mevalarimiz kilosi 200 mingdan bo'lyapti. Qurtilgani 550 mingdan 700 minggacha sotilyapti. Tak что qiziqingizlar, uni shifo bag'ishlagan keladigan bo'lsak, juda ham bir oliy darajada shifo bag'ishlagan. Deyarli barcha kasallarga to'g'ri kelyapti. Aslida bu nima qilyapti? Immunni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashishini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilab beryapti, ish qotishlarni olyapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalayapti, o't qobidagi, buyrakdagi tosh qumlargacha maydalab tushiryapti, toshlarni ham. Mana ichak toza bo'ldimi, ichakda tiqilish bo'lmayaptimi? Deyarli barcha kasalni yengib o'tsa bo'lar ekanda. Kimda o'tida dimlanish, kimda hazmi buzilgan, qorinda dam, bu har qanday kasal kelib chiqaverar ekan. O'sha mana shu Gujitda kon mevalarni iste'mol qilgan insonlarda qorinda damlash bo'lmaydi, hazm yaxshi bo'ladi, ichaklarni yaxshi tozalaydi, qabziyatga uchramaydi. O'shani evaziga ko'p kasallar yengib o'tsa bo'ladi. Hozirda mana suyak yemirishlariga olyapti, ko'z nuriga, mana jigar sirozga chalinganlar, sahrga chalinganlar, ko'p kasalliklarga iste'mol qilishyapti. Mana oq dog'larga, tanadagi oq dog'larni ham tuzatib beradi. Faqat me'yori bilan doimiy iste'mol qilib kelganda. Mana sahr kasalligi ham juda bir yaxshi effekt beradi. Mana qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqarishda yordam beradi deyilgan. Mana ichaklarni yaxshi tozalab beradi. Mana sahrda ham ichaklarda kamchilik ko'p bo'ladi, qonda quyuq bo'lib qoladi. O'shalarni bir yaxshi davolab beryapti. Doimiy iste'mol qilib yurish kerak deyilgan-mi Gujitda konda? Agar doimiy iste'mol qilib yurgan insonda deyarli hech bir kasallik qolmaydi, bari tana so'rib chiqaraveradi tanadan. O'sha uchun qiziqingizlar. Uni doimiy iste'mol qilib yurgan odam umri ham uzoq bo'ladi deyilgan. Chunki ichaklar tozami, immunitet balandmi, modda almashuvi yaxshimi, jigar tozami, xohlaysizmi yo'qmi, inson ko'p yashaydi. Bari kamchilik ichaklardan. Ichak yegan, iste'mol qilgan narsangizdan kerakli narsani so'rib olish kerak-da. Ichak tanada juda bir asosiy rolni o'ynab beradi. O'sha uchun qiziqingizlar. Doimiy iste'mol qilib yurishga. Doimiy iste'mol qilib yurish uchun bir ikkitagina ko'chatini ekib olish kerak. Nasib bo'lsa ko'chatlarimiz ham tayyor bo'ladi. Noyabr oylariga ekishga. Hozirda ekib ko'chatib qo'yibmiz. O'shalar noyabrga taq bo'ladi. Noyabrga ekadigan bo'lsangiz, buni bir 2 yilgacha qo'ng'iroqlashib turasiz. Ekdim. Mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa bo'lyapti, hosil berdi, bermadi degan maqsadda. 2 yillarda o'zingiz yaxshi bir mutaxassis bo'lasiz bu haqida. Ayrimlar yaxshi rivojlantiryapti, birinchi yil ham hosil ko'rsatyapti-da. Atak ikkinchi yil hosil, to'liq hosilga o'tiradi.
Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, qiziqingizlar. Kommentarlarga savol beringizlar yozib. Mayli.